Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun sizlarga mushu yangi bir dori to'g'risida uchur yetkazmoqchi. Ya'ni bu bolalarda tug'ma bo'ladigan o'sish hormoni kam bo'lish sababidan bolalarningki bo'yi o'smaydigan bir xil kasallikni davolashda ishlatadigan yangi dori to'g'risida sizlarga qisqa bir uchur bermoqchi. Bugun Amerikadagi danlıq dori şirketlerinden biri bo'lgan Pfizer şirketi bilan OPKO degan şirket uzundan buyon tadqiq qilayotgan mushu bolalarda bo'ladigan tug'ma kasallik, ya'ni o'sish hormoni kam bo'lish sababidan bolalarningki bo'yi o'smaydigan kasallikni davolashda qo'llanadigan hormon shaklidagi dori, ya'ni Somatrogon degan dora mushu Amerikaningki dori tasdiqlash idorasi tarafidan rasmiy qabul qilingan. Bu dora hamda mushu tug'ma badanida o'sish hormoni kam bo'lgan bolalarningki badanidagi bu kam hormonni to'liqlab bolalarningki normal o'sib yetishiga kapolat qiladigan bir dora. Bu o'sish hormoni kam bo'lgan kasal qandaq bir kasal degan vaqtida bu bir irsiy kasal bo'lib, alohida ko'p uchurmasimi, ya'ni taxminan har 4000 dan 10,000 bola ichida bir bolada mushu xil kasal giribtor bo'ladigan bo'lib, bu kasalga nisbatan hozir qadar unumli dori yo'q. Ya'ni bu xil kasalga giribtor bo'lgan bolalarningki bo'yi o'sishi ko'z ko'rinarlik darajada to'sqinlikqa uchraydigan gap. Endi bu yangi dora, ya'ni somatropin yoki genotropin degan ikki xil ismdagi bu dora mushu sun'iy usulda biriktirilgan, ya'ni o'sish hormoni bo'lib, bu hormon ya'ni bu hormondan iborat bu dora badanga kirgandan keyin badanda kam bo'lgan o'sish hormonini to'liqlab bolalarningki normal o'sishiga kapolat qiladi degan gap. Minglarning anglag'anlarga ko'pdan ko'p rahmat. Agarda mushu jihatda masala bor bolalar bo'lib qolsa, bu dorini o'ylashib baqsa bo'ldi. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.